Assalomu alaykum aziz vohadoshlar. Bugungi kunda mamlakatimizda muhtaram prezidentimiz rahbarligida olib borilayotgan oqilona siyosati natijasida avvalo inson qadri ulug'lanib, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklari himoya qilinmoqda. Endilikda xodimlarning kunlik faoliyati xalq manfaatlariga xizmat qilish tamoyili asosida jinoyat oqibati bilan kurashish emas, balki ularni keltirib chiqarish tub sabablarini bartaraf etishga qaratildi va hududlarda xavfsiz xonadon va xavfsiz hovli tizimi asosida xizmat davom ettiriladi. Qadrli yurtdoshlar, muhtaram prezidentimizning ta'biri bilan aytganda, mahalla tinchlik va osoyishtaligi poydevori ahilli va hamjihatligi ma'rifat va tarbiya qo'rg'onidir. Bu esa aholini har qanday tahdidlardan kafolatli himoya qilish hamda aholi orasida ijtimoiy ma'naviy muhitni sog'lomlashtirishga qaratilgan ijtimoiy profilaktika tadbirlariga barchamiz birdek mas'ulligimizni belgilab berdi. Jumladan, obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida hududiy profilaktika inspektorlari tomonidan alohida e'tibor qaratishimiz lozim bo'lgan yoxud huquqbuzarliklarni jabrlanuvchi ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslarga berilgan xulosalarga asosan muammolari o'z vaqtida bartaraf etilmoqda. Mahallalarni jinoyatdan xoli hududga aylantirish va jinoyatchilikni mahallabay jilovlash asosida olib borilgan kompleks profilaktik chora-tadbirlar natijasida mahallalarning 47 tasida yoki 87% dan ko'prog'ida birorta ham jinoyat sodir etilmadi. Sodir etilgan jinoyatlarning 100% issiq izidan fosh etildi. Ayniqsa oldi olinishi lozim bo'lgan jinoyat turlaridan qasddan badanga yengil shikast yetkazish, nomusga tegish, firibgarlik, bezorilik jinoyatlari kamayishiga erishildi. Qotillik, bosqinchilik, qasddan badanga og'ir tan jarohati yetkazish, transport vositasini olib qochish, talonchilik jinoyatlari sodir etilmadi. O'tgan davr mobaynida amalga oshirilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida 8 nafar qidiruvdagi shaxslar ushlanib, ularga jazo muqarrarligi ta'minlandi. Qanchadan qancha odamlarning hayotiga zomin bo'layotgan 4 ta holatda giyohvandlik moddalarining noqonuniy muomalasiga chek qo'yildi. 3 ta holatda giyohvandlik moddasi kannabis o'simliklari aniqlanib, tegishli tartibda hujjatlashtirildi. Jamoat joylarida bemaqsad yurgan shaxslarning 78 ta jami sovuq qurollar olindi. O'tkazilgan tekshiruvlar natijasida fuqarolardan 3 ta o'q otar qurollar, pnevmatik qurollar olib qo'yildi. Bundan tashqari, turli mudhish jinoyatlarga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan huquqbuzarliklarni sodir etganligi uchun 1150 nafar shaxslarga ma'muriy javobgarlik choralari ko'rildi. 21 nafar spirtli ichimlikka ruju qo'ygan, 2 nafar giyohvand va 6 nafar ruhiy kasallar davolanish muassasalariga joylashtirildi. Qarovsiz qolgan 6 nafar bolalar, voyaga yetmaganlar ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazlariga joylashtirildi. Belgilangan tizim asosida ishlashga o'tganimizda natijasida har ikkinchi jinoyat xodimlarning tashabbusi bilan aniqlandi. Lekin bu bilan ortiqcha xotirjamlikka berilmasdan har birimizdan doimiy ogoh va sergak bo'lishni, vaziyatni to'g'ri baholashni, har qanday holatda ham bee'tibor bo'lmasdan xizmat olib borishni talab etadi. Shu o'rinda fuqarolarimizdan doimiy hushyor bo'lishlarini, xonadon, uy hayvonlari va boshqa ko'rinishdagi mol-mulklarni qarovsiz va ochiq qoldirmaslikni, har qanday shubhali shaxslar nayranglariga uchmaslikni va albatta shaxsiy xavfsizligiga e'tiborli bo'lishlarini so'rab qolardim. Aziz do'stlar, hozirgi global zamonda texnika asri shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Bu esa har qanday soha va faoliyatning mos ravishda takomillashishi borishiga sabab bo'lmoqda. Bunday o'zgarishlar ichki ishlar organlari tizimida ham amalga oshirilib, u xoh real, xoh virtual hayotda bo'lsin, avvalo fuqarolarimizning haq-huquqlarini va ularning mol-mulklarini daxlsizligini har qanday tahdidlardan himoya qilish uchun barcha imkoniyatlarni safarbar etilmoqda. So'nggi yillarda kiber makonda g'araz maqsadlardan foydalanayotgan shaxslarning soni ortib borayotganligi va ko'plab fuqarolarimiz ularning jinoiy tuzoqlariga tushib qolayotganligi ayni haqiqat. Xo'sh, har bir fuqaro bunday vaziyatni o'zini himoya qilishning qanday yo'llarini bilishi lozim. Birinchidan, bank kartalaringizga oid ma'lumotlarni hech kimga bermasdan, ayniqsa SMS orqali kelgan kodlarni hatto o'zini bank yoki kompaniya xodimi sifatida tanishtirgan taqdirda ham bermasligi.
Ikkinchidan, internet reklamasiga ishonishdan hamda turli lotereyalarda ishtirok etishdan avval ushbu sayt haqqoniy ekanligi ishonch hosil qilish, nima bo'lganda ham shaxsiy ma'lumotlaringizni begonalarga taqdim etmasligingiz. Uchinchidan, ijtimoiy tarmoqlar orqali siz pul yutug'i yutdingiz, hukumat tomonidan moddiy yordam ajratildi, yutuqli lotereyada ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ldingiz va boshqa shular kabi turli shubhali havolalarga kirishishga undashlariga aslo ishonmang. To'rtinchidan, suhbatdoshingiz ishonchli tuyulib sizga katta foyda va'da qilib hamda begonalarga hech qanday pul mablag'larini o'tkazmang, ularga ishonmang va yaqinlaringizni firibgarlikdan saqlang. Bunday uddaburonlarga qarshi kurashish va ularni o'z vaqtida fosh etish maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasida faoliyat yuritayotgan kiber xavfsizlik bo'limi mutaxassislari tomonidan keskin kurash olib borilmoqda. Qadrli vohadoshlar, kelgusida kriminagen vaziyatni barqarorlashtirish, huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish va mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tegishli idoralar va keng jamoatchilik bilan hamkorlikda quyidagi tadbirlar amalga oshirilishini belgilab oldik. Jumladan, davlatimiz rahbarining kuni kecha qabul qilingan alohida qarorlari asosida tumanning barcha mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish borasida manzilli tadbirlar belgilab, kunlik so'rov va nazorat tizimi yanada kuchaytirildi. Bu borada huquq-tartibot organlari hamda keng jamoatchilik bilan hamkorlikda barcha sa'y-harakatlar samarali muvofiqlashtirib boriladi. Bunda huquqbuzarliklar va jinoyatga sabab bo'layotgan oilaviy, ijtimoiy, moddiy va psixologik muammolarni hal qilishga har bir fuqaroda jinoyat va korrupsiyaga qarshi murosasizlikni shakllantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Tuman hududida jinoyatchilarning barvaqt oldini olish bo'yicha bir qator yangi uslubiy amaliyot tatbiq etiladi. Har bir hududning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda jinoyatchilikni kamaytirish bo'yicha manzilli chora-tadbirlar ishlab chiqilib, ularning ijrosi qat'iy ravishda ta'minlanadi. Jinoyatchilik ahvoli tumanda chuqur tahlil qilinib, muammoli masalalar va takliflar xalq deputatlari va viloyat va tuman kengashlariga taqdim etiladi. Amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar dasturi va yo'l xaritasi ishlab chiqiladi. Ularning ijrosi nazoratga olinadi. Ijtimoiy profilaktika tamoyili asosida yordamga muhtoj og'ir ahvoldagi, ayniqsa voyaga yetmagan yoshlar va ayollarga vakolatli davlat organlari biriktiriladi. Hurmatli vohadoshlar, har birimizga tinchlik bebaho ne'matligini his etib, vatanimiz mustaqilligi va xalqimiz tinchligini ko'z qorachig'imizdek asrashimiz lozim. Albatta, mamlakatimizda jinoyatchilik va korrupsiyaning oldini olishda, umuman barcha sohalarda qonuniylikni ta'minlashda sizning hamjihatligingiz va ko'magingizga tayanamiz. Bugun ichki ishlar organlari tomonidan amalga oshirilayotgan barcha sa'y-harakatlar mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish, xalqimizning mushkulini oson qilish, turmush darajasini yaxshilash hamda jamoat xavfsizligi madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Qonunlarga qat'iy rioya etish, o'zgalar huquqi, sha'ni, qadr-qimmati, mol-mulkini daxlsizligini hurmat qilish ham qonuniy ham insoniy burchimiz ekanini doimo yodda tutishimiz zarur bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.